zo'r bo'ldi, zo'r, gap yo'q. Yoqqan bo'lsa bo'ldi. Yo'qki, konkret. O'zingizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Mana egasi ham xursand bo'ldi. Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimizni ham bitkizib oldik mana. Xudo xolasa inshaalloh sog' salomat tunukalarigacha qotirib 7,5 metrga 5,5 metr joyimiz bo'ldi. Tomdan tomga bo'ldi. Shu yerga yomg'ir tushayotgan ekan darvozaxonaga. Yopib berdik. Materialimiz doimgidek konteyner material. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar mana xudo xolasa. Hozir qotirib tushdik, tepasi tunuka bo'ldi. Reykalari ham, firmalari ham konteyner material. Bir sulo kraska urilgan, shuning uchun bir xilda ko'rinyapti. Manzilimiz, ishimiz doimgidek Farg'ona kaptarxonada bo'lib o'tdi. Mana xudo xolasa. Chiroyli bir holatda bitdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Usta, rahmat. Zo'r bo'ldi, zo'r, gap yo'q. Yoqqan bo'lsa bo'ldi. Yo'qki, konkret. O'zingizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Mana egasi ham xursand bo'ldi. Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz ham mana bitti, darvozaxona. Bu yog'i taxtadan yopilib kelgan ekan. Mana bu yog'ini doimgidek konteyner materialidan tayyorlab o'rnatib berdik. Mana shipirlarigacha qoqib tushdi. Reykalari yog'och reyka. Mana ko'cha shapka bilan bir xilda qilib bu yog'i mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kirib turib o'rtada shetda soy bo'lgan. Uzungina darvozaxona bo'ldi. Bu yog'i bir skat, bu 2 skat. Bu yeri 3 shipir bo'ldi, 480 bo'ldi. Eniga uzunasiga 10 metr bo'ldi. Mana. Bu so'rta ham o'zimiz materialdan 4 yil oldin qilib berdim. 4 yil oldin. Bu sahnalik uchun bu yerda mana qo'shdi. Soy bo'ldi bu yerdan. Mana ustun xorlari ham doimgidek konteyner shivillari. Mana bu yog'i ham devolma yergacha davom etgan ekan. Bu yog'iga ustun xori qo'yildi. Bir skat, bu yog'i 2 skat. 2 skatligimiz 9 metrlik firma. 3,5 shipir, 3,5 shipir bo'ldi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz, xudo xolasa. Mana bir xilda qilib narigi eski tom bilan, taxta yog'ochli tom bilan bu tomni qo'shib yubordik. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu ishimiz Farg'ona Vodildi sentrida bo'ldi. Mana. Vodildi sentrida bo'lib o'tdi. Mana. U ko'rib turgan bo'lsanglar, uni video qilgandik mana. Ash ko'k shipir ham konteyner materialdan bo'lgan. Konteyner materialidan bo'lgan. Katta ishlab chiqarish bo'lgan u yerda. Buni ko'rib qo'shnisi ham darvozaxonani qildirdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.